Husnbuzardan keyin qoladigan pigmentli dog'lar to'g'risida gaplashamiz. Ko'p patsientlarimda shunaqa holat ham bo'ladi. Husnbuzar chiqadi, uni ketidan siqsa ham, siqmasa ham terida dog'lar paydo bo'ladi. Ular o'zlariga hayron bo'lishadi. Men tegmadim yuzimga, lekin meni terimda dog'lar paydo bo'ldi deyshadi. Bu albatta terining xususiyatiga bog'liq. Terining fototipiga bog'liq. Organizmda, ya'ni terini xususiyati o'sha melanin moddasini ko'p ishlab chiqarishiga, haddan tashqari noto'g'ri ishlashiga bog'liq. Bunaqa holatlarda ko'pchilik peeling qilishadi, teridagi dog'larni oqartirmoqchi bo'lishadi, lazerlar qilmoqchi bo'lishadi, lekin bu noto'g'ri. Har doim aytaman va hozir ham aytaman, bunaqa tajriba quyonchasi bo'lishni bas qilinglar. Terimizni quruqligi bu bizning hozirgi iqlimimizni juda ham загрязнение, kirlanish juda ham katta, quruq bizning havoyimizni, shuni hisobiga terimiz juda ham qurishib boradi. Bitta yuz terisi emas, butun tana qurib boradi. Bunaqa holatlarda imkon qadar terini namlantiruvchi mezoterapiya, biorevitalizatsiya muolajalarini qabul qilishni tavsiya qilardim va undan keyin uy sharoitida kremlar sursangiz, har xil maskalar, namlantiruvchi maskalar, kremlar surganingizda shundagina siz effektini ko'rsangiz bo'ladi. Hech qanaqa muolaja qildirmasdan uydan faqat kremlar surib yursangiz, unaqa effekt darajasi, rezultatini unaqa ko'rmaysiz. Chunki krem surganda faqatgina terining ustki qavatida vaqtinchalik ta'sir ko'rsatadi, teridan ichkariga o'tmaydi. Siz inyeksiya olganingizda, unda terining ichki qavatiga o'tib, terini namlantirib, oziqlantirib, terini har xil vitamin moddalarga to'yintirib beradi. Ko'pchilik bu inyeksiyalardan qo'rqadi, o'ylashadi, yuzimga vitaminlar olsam, organizmni o'rgatib qo'yaman deb o'ylashadi. Bu juda ham xato. Mana siz vaqti kelganda vitaminlar ichasiz, kollagenlar ichasiz, kalsiy, D vitaminlarini ichasiz. Xuddi shunaqa yuz terisiga ham mehr kerak. Vaqtida yuz terisiga ham ahamiyat bersangiz, qarishni oldini olasiz. Ayollarimizga kelganda o'sha o'tkazib yorishadi, juda ham vaqt o'tkazib kelishadi. Terida o'sha ajinlar paydo bo'lgan, dog'lar paydo bo'lgan, teri singan, o'zini butunligini yo'qotgan, srazi effekt olishadi. Bunaqa holatlarda birdaniga effekt ko'rilmaydi. Bu o'sha terida o'zgarishlar namoyon bo'lgandan keyin o'sha proses yana ham cho'zilib ketadi. Qarishni oldini olish uchun bu 60 dan oshgan bo'lishi shart emas. 20 dan keyin, 25 yoshdan keyin hozir yosh qizlarimizda ham o'sha ko'z atrofida ajinlar paydo bo'lyapti, mimik ajinlar. Bular vaqt o'tgan sari yana ham chuqurlashib boradi va bularni tiklash juda ham qiyin bo'ladi. O'zingizlarda shunaqa holatlarni sezdinglarmi? Albatta kosmetologga murojaat qilishinglarni tavsiya qilaman. Teriga vitaminlar, terini oziqlantiruvchi gialuronkalar olishinglarni men tavsiya qilaman.